Hammaga salom bola. Men bu videomda sizlarga qanday mod o'rnatish kerakligini ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda siz Telegramdan yoki ilovadan mod o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Men sizlarga maslahat beradigan kanalim Astral.uz Mods. Lekin men hozir internetim yo'q bo'lgani uchun shunday boyalardan qilib ko'ryapman. Mana bu mod menga yoqdi. O'rnatib ko'ramizmi? Va bu yerda o'rnatish uchun joy bo'ladi va sizni to'g'ridan to'g'ri Minecraftga kirgizadi va kutasiz. Minecraftga kirgandan keyin shunchaki o'yinni boshlaysiz. Xohlasangiz shu dunyolarda, xohlasangiz yangi dunyo ochasiz. Va mod o'rnatilayotgan joyda Resource Packs degan joy bor. O'sha yerni bosasiz va Ovnet degan joyga kirasiz. Menda 37 ta mod bor. Boyagi modni topish uchun mana bu mod edi. Uni boya sandiqchani ustiga bosamiz. Ustiga bosamiz. Va keyin buni tekshirib ko'rishingiz uchun xohlasangiz kreativga o'tib oling va dunyoni ochasiz. o'n 12 soat kutasiz. Hazırlaştın. Siz xohlagan modlaringizni shunday qilib o'tkazishingiz mumkin. Xohlasangiz kartada dunyo ochayotganini boshida turadi. Biz hozir mod o'rnatayotganimiz uchun bu oddiy dunyomizga qo'shiladi. Kartada bo'lsa o'zi bitta dunyo bo'ladi. Qandaydir arxivachalar berdi. Lekin hozircha bular bizga bir zumda qishloq ko'ryapsizmi? Lekin men bu dunyoda o'ynashim uchun qarangizlar, rekordni skinini oldim. Faqat boshqachalarni. Lekin bola, men shu qishloqda o'ynab, shu dunyoda shu mod bilan o'ynashimni xohlasanglar, 20 ta like yig'ib beringlar shu videoga. Keyin ko'ramiz. Shu qishloqda va shu dunyoda shu mod bilan o'ynayman. Mana qurollarga o'zgartirish kiritildi. Mana bu taxminan ko'zimga yaxshiroq ko'rindi. Keyin mana bu ham. Wow! Ovozini qarang. Bizga tajriba qilgan birinchi bundan boshlaymiz. Chirib borar ekan. Endi tushib ketadimi o'zi? Tushasami? Böyle buchi. Yaqin atrofda birorta mod bor. Bor ekan. Mana. Muzlatpashi. Muzlatishi bilan o'ldirmaymi bu? Xullaslar, menga 20 ta like yig'ib bera olsalar, men shu modlar bilan o'ynayman va mod qo'shishni o'rganganingizdan xursandman. Men endi modlarni qo'shib o'ynashni juda ham oson bilasiz. Endi bilganingiz uchun sizlar ham qo'shib o'ynang. Sizlarga Astral.uz kanalini va obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Hayotdi!